Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Qanaqasizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Assalom. Nima yenginglar, go'zallarim mani? Kelinlar yaxshimisizlar? Qayninglar bilan urushmayapsizlarmi? Bitta kelin saharlik qilib bermayapti ekan qaynonasiga. Assalom. Savob uchun qiling ro'zalarni kunida. Ertaga siz ham kelin saharlik qilib bermaydi. Xo'p, assalom. O'zingiz attenni ichib olarsiz. Men suv bilan ham yopiraman og'zimni deb aytgan ekansiz. Qaynanangizga yozdilar men kechiringlar. Xo'p jonim. Axir bu anaqa oyku, ro'za Ramazon oyku. Urush to'polon qilmaydigan oyku. Assalom. Xo'pmi? Bu dunyo qaytar dunyo bo'la. Siz hozir qaynanangizga hech narsa qilib bermasangiz, ertaga sizga ham keliniz hech narsa qilib bermaydi-da jonim. Uxlashdan battar kunga uchirishda assalom. Nima bo'ladi bunday hayot? Shunaqa-da Alloh asrasin o'shaning uchun qaynanangizga, qaynotangizga saharliklarni qilib bering. Endi menimcha bunaqa kelin yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman-ku. Hamma qilib beradi-yu, lekin bor ekan. Ba'zi birlar ko'ryapti mana shu yerda. Ba'zi bir kelinlar shunaqa ekan. Qaynanaga qilib bermas ekan saharlikni, qaynonam o'zi bechirib turib, choylarni qo'yib o'zi saharlik qilar ekan chol kampir. Gap egasini topadi, assalom. Shunaqa qaynonlar, shunaqa kelinlar bo'lsa yozinglar kommentariyada. Xo'p jonlarim. Axir bir marta kelamiz, bitta qisqa zamonda yashayapmiz. Hammamiz o'lib ketamiz. Bir-birimizga mehrli, oqibatli bo'lib, bir-birimizga mehribon bo'laylik. Hurmatli kelinlar, hurmatli qaynonalar, kelinlarni sevinglar, qaynonalarni sevinglar kelinlar. Xo'p assalom, eringlarni hurmat qilinglar. Nima desa xo'p bo'ladi jonim, hayotim deylar. Ayol kishini erini ichida yurishmasligi ayol kishidan deb o'ylayman, deyman. Ayol kishi har bitta o'zbek musulmon ayoli joy namoz ustida o'tirib erini duo qilsin. Allohim erimni ham omadini ber. Ro'za kunlarida ayniqsa. Shunaqa duoinglar o'tadi xotinlar. Xudo xolisi eringlar milliarder bo'lib ketadimi? Sizlarga shunaqa narsalar olib beradi. Faqat duo qil, qarg'amanglar. Bir so'm pul bermasa yoki narsa ko'tarib kelmasa, betidan buzilsin, erimni qoni og'zidan kelsin deydigan xotinlar ham bor. Eriga anaqa o'lim tilaydiganlari ham bor. Ilohim ilovandan o'lib ketgan sandan keyin 10 yil, 20 yil yashab maza qilib yashaysandan keyin deydigan xotinlar ham bor ekan. O'zini erini qarg'ab o'ldirib yuboradi ekan. Xudo asrasin. Hammaning omadini bersin. Hamma erkaklarning umri zotan joni sog' bo'lsa, qo'shaqa baxtli bo'linglar. Ro'za oylarida hammalar yaxshi niyatliga keling. Xo'p jonlarim. Sizlarni sevaman, assalom. Mehribon bo'linglar. Xo'p kelinlar qaynanglarga. Assalom.